Assalomu alaykum agrotexnika kanali obunachilari. Sizlar uchun Zubur firmasiga tegishli 1105 mini traktorlarimiz Xitoydan yetib keldi. Hozir sizlarga buni qisqacha obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda akalar dizaynlariga o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. LED faralar, pоворотниlar qo'yilgan akalar. 1105 original motor qo'yilgan traktorimiz akalar 18 ot kuchiga bemalol chiqa oladi. Undan tashqari masrinli vozdux hamda alohida havo haydaydigan vozduxlar qo'yilgan. Traktorimiz akalar ustun jihatlari. Birinchi navbatda akalar dinamlar qo'yilgan, akkumulyatorni bemalol o'zini quvvatlab bera oladi. Bundan tashqari radiatorlari akalar traktorni sovutishga bemalol yetadi. Ko'rishlaringiz mumkin akalar, bu traktorimizga jatka ulasalari ham bo'laveradi. Jatkalari alohida sotiladi, sotuvimizda bor. Balonlariga kelsak, oldi baloni 612, orqa baloni 1000 ga 12 bo'ladi akalar. Hamda razmerini to'g'rilasalaring bo'ladi. Suv yog' datchiklar ko'rsatib turadi akalar. Bu traktorimiz akalar sizlarga komplekt holda qo'llaringizga yetib boradi. Ya'ni frezalari hamda pluglari komplektda bor. Sizlar uchun yangilik akalar, traktorimiz sotib olgan klientimizga xohlasalaring motopila, xohlasalaring elektropila, xohlasalaring kulush naborlarimiz bonus sifatida qo'shib beriladi. Manzilimiz Ma'lumot shahar Kombinat bozorida. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda yetkazib berish xizmati ham bor. Biz sizlarni kutib qolamiz.